Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun biz Andijon viloyati Sharxon tumaniga oshxona mebellarni olib kelib o'rnatdik. Baxtiyor akamlar xonadoniga. Hozir Baxtiyor akamlar o'zlari safardalar. Biz YouTube kanallarimiz orqali videolarimizni ko'rib buyurtma berdilar. Ukamizni Muhammad Muso bilan mana shu ishda birgalikda kelishgan holda o'lchamlarini, boshqalarini, osonlarini tanladik. Ukamiz Assalomu alaykum. Bir qator abzorlarni qilib o'tamiz. Undan oldin ukamizni fikrlari bilan bir qator o'rtoqlashib qo'yamiz. Uka, fikrlaringizni bildirsangiz, ishlar vaqtida keldimi, qanaqa bo'ldi? Shunga kuzatuvchilarimizga ishonchli bo'lish uchun. Akalar bilan gaplashdik. Akalar aytilgan muddatda hammasini arzon sifatli qilib olib kelishdi. Akalarga katta rahmat deymiz buning uchun. Mana bizda bularni qilib berishdi. Akalar bonuslar bilan bor ekan, bonuslar bilan chiroyli narxlarni qilib berishdi. Hammasini ko'rib turganinglarda sotib ketibdi. Chekadan boshqalarimiz tanishtirishdi. Chekada shkafi bor, gaz ballonga mo'ljallangan, tepasi qo'rqali. Bu yerlarni ham ish qo'yish uchun akril material eslatib o'taylik. Mos zo'rg'alasa va tepalari ham, vichkalari ham hamma ishlayapti. Bu yerga o'sha komfortga gaz tushadi. Hozir olishgan yo'q, endi olganmanki, xudo xolasa o'rnatiladi. Tepalari o'zini ham ochib ko'rsatamiz. Chuqurligi tomon 30 sm, orqalari konfet bo'ldi, stolni usti rossiyskiy. Yonlarini ham 50 sm qilib berdik. Biz 45 bo'ladi, odatda 50 sm. Kulchatlarni o'rnatib qo'ygan ekan, mana xudo xolasa juda chiroyli bo'lib, tayyor bo'ldi. Mikrofonlovka joyi bu. Bu yerda shu choy, o'z idishlarimizga maxsus joylab qo'yganmiz. Moyka, smestitel, sushilkasi mana bonusiga bo'ldi. Bonusini ham bonusiga qilib berdik. Har stollarni ham juda ham chiroyli holatda ichiga kulchatlarni qo'yib, mana suv ishlaydigan holatda. Suv sovuq suvlar chimoykiga borgan. Endi mana bu katta va tumbaga o'xshagan tumbichka tayyorlab berdik. Buning ichida mana bunisi qo'rqali. Nimadir solib ishlasa bo'laveradi. Mana bunisi esa to'plik oldi. Ligovka qiladigan narsalar. Ham ashibga bo'lib qolibdi, ham televizor pastavka bo'lib qolibdi-da bu, usta. Mana bu narsasi, vishilkasi, mana bu yerga mo'ljallar turibdi. Endi xudo xolasa xatirlayman bunusini ham mana shu yerga qoldi. Bu bonusga qilingan narsasi, ha? Bu qo'shimcha alohida bonusi. O'z bonus ko'payib ketdi bu ish. Xolodilnik tepasida Ariston ekan-da. Ariston xolodilnik tepasida mana shu yerga xolodilnik tushadi. Akkuratli o'rnatilibdi. Xitoy akrildan bo'ldi. 1 metrni 2 million 100 ming so'mdan mashq holatiga tayyorlab berdik. Atroflari masalan 2 million 200 ming undan ham baland narxlarda qilinyapti. Lekin biz endi xudo xolasa arzonroq qilib tayyorlab berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefon orqali yoki Telegram kanallarimiz orqali aloqaga chiqa olasizlar. Yaqinlaringizga ushbu videoni ulashib qo'yasizlar. Sinfdoshlar, guruhdoshlar, ishxona degan guruhlar orqali Telegram kanallarda qarindoshlar ulashib qo'ysanglar, hamma uchun manfaatli bo'ladi. Telefon nomerimizni aytib o'tib ketamiz. 90lik 147 25 80, 88lik 125 17 47. Duolaringizda bizni unutmanglar. Hammalarga boshqa chiroyli bugunga nasib qilsin. Boshqa